Assalomu alaykum. Men 50-23 guruh 3 guruh talabasi Maqsudov Asrorbek. Elektr mashinalardan laboratoriya ishini bajaramiz. Mavzumiz 3 fazali 2 cho'lg'amli 3 burchak ulangan transformatorning bog'liqlik grafikini tuzish. Bizga kerak bo'lgan maxsus anjomlar liniya kuchlanisini o'lchash, transformator va voltmetr va amperometr. Amperometr olamiz. Kosinusdan kelgan liniyani bitta faza, bitta nolda olamiz va kosinusdan chiqqan nimani transformatorni u biriga ulaymiz va uni ishga tushiramiz. Va voltmetrda ishga tushiramiz. Voltmetrni ishga tushirganimizda natijalarni oldik va endi hisob grafik ishini bajaramiz.